Assalomu alaykum. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 3-moddasi bilan tanishamiz. 3-modda. Asosiy tushunchalar. Ushbu qonunda quyidagi asosiy tushunchalar qo'llaniladi. Diniy ta'lim muassasasi muayyan konfessiyaga mansub bo'lgan diniy tashkilotlarning professional xizmatchilarini va ular uchun zarur bo'lgan diniy xodimlarni tayyorlash uchun diniy tashkilotlarning O'zbekiston Respublikasi bo'yicha markaziy boshqaruv organi tomonidan tashkil etilgan muassasa. Diniy tashkilot fuqarolarning belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan, birgalikda dinga e'tiqod qilish, ibodat qilish, diniy rasm-rusumlar va marosimlarni bajarish maqsadida tashkil etilgan. Daromad olishni o'z faoliyatining asosiy maqsadi qilib olmagan hamda olingan daromadlarni o'z ishtirokchilari o'rtasida taqsimlamaydigan ko'ngilli birlashmasi. Diniy tashkilotlarning O'zbekiston Respublikasi bo'yicha markaziy boshqaruv organi. Bir konfessiyaning mahalliy diniy tashkilotlari, shuningdek diniy ta'lim muassasalari faoliyatini muvofiqlashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining kamida 8 ta ma'muriy hududiy birligida ro'yxatdan o'tib faoliyat ko'rsatayotgan mahalliy diniy tashkilotlar tomonidan tashkil etilgan diniy tashkilot. Mahalliy diniy tashkilot O'zbekiston Respublikasining tegishli tumani hududida doimiy yashayotgan, 18 yoshga to'lgan, 50 nafardan kam bo'lmagan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tashabbusi bilan tashkil etilgan. Faoliyatini Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tuman yoki shahar hududida amalga oshiruvchi diniy tashkilot. Missionerlik aniq maqsadga qaratilgan mafkuraviy ta'sir o'tkazish orqali shaxsni o'z diniga kiritish maqsadida unga diniy qarashlarni majburan singdirishga va diniy ta'limotni tarqatishga doir faoliyat. Qonunga xilof diniy faoliyat. Diniy tashkilot sifatida ro'yxatdan o'tmasdan faoliyat ko'rsatish. Diniy tashkilot tomonidan faoliyatni o'zi turgan joydan, shu jumladan ibodat qilinadigan binolardan va diniy tashkilotga tegishli hududlardan tashqarida amalga oshirish. Shuningdek, diniy ta'lim muassasalaridan tashqarida xususiy tartibda diniy ta'lim faoliyati bilan shug'ullanish. Diniy professional ta'lim. Diniy ta'lim muassasalarida o'quvchilarga ma'lum bir konfessiyaga oid diniy bilimlar berishga qaratilgan jarayon. Prozelitizm missionerlik faoliyatining bir konfessiyaga e'tiqod qiluvchilarni boshqa konfessiyalarga o'tkazishga qaratilgan shakli.